eshitishim bo'yicha qanaqadir rosa ham katta miting bo'lyapti ekan. Bundan chiqqanimga 40 minut bo'ldi, ro'y rosa. Hali ham birorta zakaz tushgani yo'q. Bismillahirrahmanirrahim. Kun juda ham sovuq ertalabda. Bugun Polshada qanaqadir bayram ekan. Bugun zakazlar qanaqa bo'lishini ko'ramiz endi. Aytganimdek, ko'p magazinlar yopiq ekan. Bugun buyurtmalar qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Bizning mashina bu yerda. Mashinamiz qiziginchor, vaqti qarab qo'yishimiz kerak. Xo'p, mana qizil yonib qoladi. Vaqtida nachat sessiya qilmaganligi uchun. Bismillah. Bugun bayram, ertalabda zakazlar bo'lmasa kerak. Xo'p, hozircha zakazimiz yo'q. Bugun bayramlik uchun ertalabda zakaz yo'q. Endi biz nima qilamiz? Borib bitta kofe ichamiz endi. Bismillah. Zapravkaga keldik. Buni kirib kofe aytamiz. Uydan chiqqanimga 40 minut bo'ldi, ro'y rosa. Hali ham birorta zakaz tushgani yo'q. Zapravkadan ham chiqdik. Endi nima qilamiz? Boshqa qiladigan ishimiz ham yo'q. Zakaz tushishini kutamiz. Va nihoyat birinchi zakaz tushdi. Amir kabobdan tushdi. Soatimiz 10:19 da ekan. Amir kabobda men 3 yil ishlaganman. Juda yaxshi ko'raman. Kollektivlarimiz ham juda yaxshi bolalar. Keyin yana bitta narsani aytishim kerak. Polshada parkovkalar juda muammo. Hammasi pulli, asosiy pulli. Hammasi desam adashgan bo'laman. Juda ko'p pulli. Biz mashinani mana bu yerga qo'yib turamiz, doimgidek. Bismillah. Har bitta kirayotgan joyimizga terma sumka bilan kirishimiz kerak. Amir kabob bo'lgani uchun hammasi o'zimizning bolalar, tanishlar bo'lgani uchun terma sumkani olmayman, doimgidek. Polshada blogiga xush kelibsizlar akalar. Salohiddin. Salom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Mana tanga olganim, tangaga kroshka qo'yib olganiga deydi. Men zakazim tayyor bo'ldimi? Tayyor. Men nari telefonimdan olib kelmabman. Nima olyapsizmi men? Men Instagramga qo'yib olsangiz olar. Chiqib ketasiz aka. Prямо YouTube'ga qo'ying. YouTube'ga qo'yasizlar. YouTube'dan yo'l Instagram ishlayapsizmi? Zakaz oldik, endi подтвердить получение qilamiz. Opel Astra turibdi. Ashini yoniga qo'yib ketgan buyurtmani. Mana chap tarafdagi uy ekan.
odam o'zi chiqib turibdi ekan. Eshikni yopamiz. Dzień dobry. Miłego dnia, do widzenia. Hozircha zakazimiz yo'q. Boshqa joyga sentr taraf yaqinlashib turamiz endi. Lekin har kuni bunaqa paytda kamida 6 ta zakaz qilgan bo'lardim. Hozir ko'chada juda ham melisalar ko'p edi. Eshitishim bo'yicha qanaqadir rosa ham katta miting bo'lyapti ekan. Именно o'sha eng sentralniy ko'chada. Hozir o'sha yerga ketyapman. Miting nima haqida, nima bo'layotganligi haqida sizlarga batafsil ko'rsatmoqchiman. Politsiyalar ham juda ko'p ekan. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Katta politsiya mashinalari, mitinglar, to'xtatuvchi politsiyalar. Qurollangan politsiyachilar turibdi. Bu miting nimaga bo'layotganini aniq bilmayman hozircha. Lekin odam ko'rib turganlarning juda ko'p politsiyachi mashinalar, avtobus ketadigan mashinalar turibdi. Biza dastlabkamiz shunga ham bo'lmayapti shekilli. Miting haqida keladigan bo'lsak, miting qanaqadir katta futbol klubini mitingi bo'libdi. Nimaga bo'lganini bilmadim. Xo'p, bizda ikkinchi zakaz bor. Aptekadan naqd pulga tushibdi. Biz borib aptekaga naqd pul beramiz. Klientga shuni tashlab ketamiz. Xullas, Glovoning o'zining hisob-kitobi bor. Ishlayotganimga 2 oy bo'layotgan bo'lsa, hali ham men bu hisob-kitobni qanaqa qilishiga tushunmaganman. 272. Bardzo dziękuję. Nie, nie chyba. Ale ja Restoran'a var veremiz endi. Dori bilan chekdi oldik. Polshada avariya bo'lsa, qutqaruv xizmati, pojarniy hammasi birdaniga kelib oladi. Yo'lda ham olib qo'yibdi. Kichkinagina bitta zakazga endi yo'l yopiqligi uchun 5 kilometr uzoqdan burib qaytib kelishim kerak. Bu yerda shunaqa, agar yo'lda ham adashadigan bo'lsangiz, uzoqlardan qaytarib olib keladi. Yetib keldik.
bitta dorini ko'tarib Macedon bo'lish kerak. Ikkinchi zakazimizni ham berdik. Va nihoyat keyingi zakazimiz ham tushdi. McDonald'sdan. Tepadagi parkovkasiga qo'yaman. Chunki bu yerdan udobniyroq kirish uchun McDonald'sga. Dzień dobry. 54. Zakazimiz naqd pulda to'laydi ekan. 62 zlot. Kodunu yozgan ekan. Kodunu yozamiz. 131 ключ. Smacznego. Dziękuję bardzo. Mogę? No, już ma. Pójdzie. Zakaz berib oldik. Lift kutyapti. Berdimni bosamiz. Hop, zakazimiz yana tushdi. Ketdik keyingi zakazga. Keyingi zakazimizga ham yetib keldik. Bu yerdan doim qimmat zakazlar tushadi. Dzień dobry. Bu yerda qatiqlar pishyapti. Dzięki. Zakazni oldimni bosamiz. Yurtmamiz 10 kilometrga ekan. O'shanga 30 zlot narx beribdi. Belgilangan adresimizga yetib keldim. Keldik adresga. Xo'p. 3-uy ekan. Pochtalarga gazetalar to'lib ketdi. Ular hali ham gazeta o'qishyapti shekilli. Bu bir bo'lsa, bu 2. Uchinchimiz tepada bo'lardi. Polshada dastavkada bir kunda qancha pul ishlab topish mumkin degan videomizni davom etamiz. Xo'p, zakaz tushdi McDonald'sdan. Ketdik.
Dedik parkovka muammo. Qayerga qo'yamiz endi? Qayda ekan endi 34-chi? 30ni ko'rdik. Menimcha shu bo'lmasa kerak. 38 mana 34. Hop, KFC'ga yetib keldim. Bu katta trassani, mana yerdan katta trassa o'tgan. Shu yo'lni pastida yonida McDonald's va Max Burger bor. Hozir zakazimizni shu yerdan olamiz zakazimizni. Hop, 18-dan ekan. Ana bo'lmasa 5-chi etaj lift yo'q ekan. Polshada lift yo'q, juda ham ko'p. Chunki biz 2 oydan beri ishlayotgan bo'lsam juda ham ko'p. Iti bor ekan. Keyingi zakazimiz kabobxonadan 10 zlotga tushdi. Juda ham past narx. Zakaz yo'q paytida doim shunaqa bo'ladi. Shu kabobxona yo'lni bo'yida bo'lgani uchun parkovka juda muammo. Aylanib bu yoqdan kelib aylanib o'tib bu yerga qo'yaman doim. Ko'p kelaman bu yerga. Bangladeshlik akalar. Assalomu alaykum. Salom. Brother. Zakazni oldinni bosamiz. Bu ham narx pul ekan. Eng qizig'i 450 metrga zakaz berishgan. O'zlari piyoda chiqib qo'ysa ham bo'ladi. Adres bo'yicha berilgan uyda dom raqamlari ham yo'q. Kirib ko'rdim. Hech qanaqa bir dom raqami ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Klient bilan yozishdim. Shu joylar ekan. Даже domda ham raqami ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Nima deyapti bu joylar? Bundan qo'rqinchli joylarga, bir xaroba joylarga olib kelaman. Yana tepaga chekadi. Şimdi Aga? Tutaj nie ma ten numer duma, tak? No,
To z drugiej strony trzeba. Aha, proszę. Proszę, reszty nie trzeba. O, dziękuję bardzo, do widzenia, miłego dnia.